10-chi masala A va S nuqtalari orasidagi potensial farqi 90 voltga teng bo'lsa, B va C nuqtalari orasidagi potensial farqini toping. Bu yerda A va C potensial farqi, ya'ni phi A ayrilgan phi C ning qiymati 90 voltligi berilgan va bizdan phi B ayrilgan phi C so'ralyapti. Endi hozir A B orasida U1 kuchlanish, bunda U2 kuchlanish bor desak, hozir phi B minus phi C U2 kuchlanishga teng. Demak, U1 plyusdan U2 teng 90 volt va qarshiliklar ketma-ket ulanganda to'kkacha bir qilib oladi. Demak, bu yerdan U1 taqsim 8 teng bo'lishi kerak U2 taqsim 7 qiymatiga. Bizga U2 kerak, demak U1 ni yo'qotsak 8 taqsim 7 ta U2 bo'lib, bu tenglamaga olib borsak 8 taqsim 7 ta U2 plyusdan U2 teng 90. 15 taqsim 7 ta U2 teng 90. U2 ning qiymati bu bilan bu 6, demak 42 volt. D javob kelib chiqyapti. 11-chi masala. Qarshiliklar mos ravishda 5 million, 15 million ming ampermetr maksimal o'lchash chegarasi bir xil 9 amperga teng. Bu ampermetr o'zaro parallel ulab. Demak, mana bunday holat edi. A1, A2. Demak, ikkalasi ham 9 amperga mo'ljallangan, lekin bittasida 5, bittasida 15 edi. Demak, biz yuqoridagini olsak 45 volt bo'lardi. Parallel xosasiga ko'ra bunda ham 45 volt bo'lishi kerak. 45 volt 15 ga bo'lsa, demak bu 3 amperni ko'taradi shunda. 9 amper bilan 3 amperni yig'indisi 12 amper. Demak, javob B. 12-chi masala. Metal o'tkazgichining minus 20 gradus va 20 gradus haroratdagi qarshilari mos ravishda 11.2 va 12 ga. Shu o'tkazgichning 300 gradus temperaturdagi qarshiligini aniqlang. Demak, ishchi formulamiz o'sha, ya'ni haroratga bog'liq bo'lgan alfa delta T formulamiz. Birinchisi uchun yozyapmiz. R1 teng bo'lyapti R0 0 gradusga qarshilik 1 minusdan 20 alfa bo'ladi, chunki minus 20. Ikkinchisi uchun bo'lsa R0 1 plyusdan 20 alfa bo'lib qoladi. Bu yerdan ikkalasini nisbatlab olsak 11,2 taqsim 12 teng bo'ladi. R0 lar bir-birini qisqartirib olsa 1 minusdan 20 alfa 1 plyusdan 20 alfa. Demak, proporsiya qilib ko'paytirib olsak 11,2 plyusdan 2 ta 112 bo'lib, bu 224 alfa teng 12 ayrilgan 240 alfa bo'ladi. Bu tomonga o'tsa 464 alfa teng bo'lar ekan. 12 dan 11,2 ni ayirib olsak 0,8 qoladi. Demak, alfaning qiymati 0,8 taqsim 464 ga teng hozircha. Bu 4 ga bo'linadi. 4 ga bo'linsa 116, bitta 0,2. Yana bitta bo'lib olsak 0,1 58, to'g'ri. Buniki 1 taqsim 580. 1 taqsim Kelvin 1 litrda chiqargan qiymat. Endi ikkalasini qo'shib yuborsak biz R0 topa olamiz, chunki mana formulaga qo'yish uchun bizga R0 ham kerak ekan. Demak, ikkalasini qo'shib olsak R1 ga R2 ni yig'indisi 23,2 qo'shib olsak 2 ta R0 paydo bo'ladi. Bular esa qo'shilganda baribir yo'qolib ketadi bir xillik uchun. Bu yerdan R0 ning qiymati 12 bo'lganda 0,8 bo'lsa, demak 11,6. Demak, endi formulaga qo'yamiz. R teng 11,6 1
plyusdan termik koeffitsiyentimiz 1/580 ko'paytirilgan 300. Bitta 0 bilan bu qisqarib ketsa, r teng 11/6 1 plyusdan 30/58. Demak, hisoblasak 11/6 qavsni ichi 1/51 va bundan ko'paytmasa 17/6. Javob A javob. 13-chi masala. Doimiy kuchlanish manbayiga ulangan o'tkazgichdan 6 amper tok o'tmoqda. Agar o'tkazgichning 40% kesib tashlansa, undan qanday tok oqib o'tadi? Doimiy kuchlanish manbai, demak, u konstant holat. Bunda R1 I1 teng bo'ladi R2 I2. Qarshilik o'zgarishi bo'lyapti hozir. Birinchisi Royal taqsim S deb olsak, ikkinchi holatda 40% kesib tashlansa, uzunligi 60% qoladi. Bu degani 0,6 ta Rho L taqsim S degani. Demak, R1 o'rniga R, I1 da 6, R2 ni o'rniga bo'lsa 0,6 R va I2 ni qo'ysak, R'lar qisqarib ketsa, demak I2 ni qiymati 6 taqsim 0,6. Buni qiymati 10 amper. Demak, javob A javob. Xona 14-chi masala. Xonadonda muzlatgich 1,3 kilovat, elektr plita 1,4 kilovat, televizor 0,3 kilovat, umumiy quvvati 1,4 kilovat bo'lgan 20 ta lampa 220 volt kuchlanish tarmog'iga ulangan. Agar kechqurun 8 amper tok kuchida elektr zaryadlansa, xonadon sizlari qanday tok kuchiga mo'ljallangan bo'lishi kerak? Demak, bizda umumiy quvvatni topib olsak, 1,3 plyusdan 1,4 plyusdan 0,3 plyusdan yana 1,4. Jami quvvat hozir 1,6 plyusdan 208 4,2 kilovat. Endi agar kechqurun 8 amper tok kuchida elektromobil zaryadlansa degan joyi ham bor. Demak, bunga qo'shimcha yana kechqurun zaryadlash ham bor ekan, qo'shilyapti. 220 ko'paytirilgan 8, ya'ni bu ham quvvati. Endi buni hisoblasak, demak 4,2 kilovat plyusdan bu ko'paytmani qiymati 1,76 kilovat bo'lyapti. Buni qo'shib yuborsak 5,96 kilovat qiymat kelib chiqadi. Endi bu umumiy quvvat bo'lsa, bizdan tarmoqdagi simlar qancha tok kuchiga mo'ljallangan deyapti. Tarmoqda demak kuchlanish 220 ni inobatga olsak, kilovatdan vattga o'tib olsak 5960 vattni qiymatni biz bo'lishimiz kerak 220 voltga. Shunda aniq tok kuchini qiymati kelib chiqadi. Demak, buni qiymati 28 amper. Bu yerda javob B javobda turibdi.